Farzandi bor onalar uchun sizlarga vitamin tavsiya beraman. Bu kalsiy hisoblanadi. Tish suyak yemirilishi, tishlarni qorayib ketishini oldini oldirib beradi. Juda ham zo'r. Kalsiyga boy vitamin hisoblanadi. Amambi trendga chiqqan DH miya faoliyatini yaxshilab beradi, gapirish sistemasini oshirishga yordam beradi. 3 yoshdan mumkin immunitetni ko'tarishga yordam beradi, aqliy faoliyatni, zaiflikni zo'r qilib beradi. Misol uchun buni logopedga borayotgan bolachalar ham bemalol etsa bo'ladi, faqat 3 yoshdan mumkin. Keyin bunisi bu zreniya uchun, ya'ni hozirgi kunda farzandlarimiz telefon o'ynashadi, kompyuter o'ynashadi, to'g'rimi? O'shani hisobiga zreniya pasayib ketyapti. Shu sababli shu vitaminchilardan bemalol bersanglar bo'ladi. Ichida 30 ta bo'ladi. Misol uchun yurak, qon tomirlarini yaxshilashga ham mana DH vitaminimiz juda ham foydali. Farzandi bor onalar uchun sizlarga vitamin tavsiya beraman. Bu kalsiy hisoblanadi. Tish suyak yemirilishi, tishlarni qorayib ketishini oldini oldirib beradi. Juda ham zo'r. Kalsiyga boy vitamin hisoblanadi. Amambi trendga chiqqan DH miya faoliyatini yaxshilab beradi, gapirish sistemasini oshirishga yordam beradi. 3 yoshdan mumkin immunitetni ko'tarishga yordam beradi, aqliy faoliyatni, zaiflikni zo'r qilib beradi. Misol uchun buni logopedga borayotgan bolachalar ham bemalol etsa bo'ladi, faqat 3 yoshdan mumkin. Keyin bunisi bu zreniya uchun, ya'ni hozirgi kunda farzandlarimiz telefon o'ynashadi, kompyuter o'ynashadi, to'g'rimi? O'shani hisobiga zreniya pasayib ketyapti. Shu sababli shu vitaminchilardan bemalol bersanglar bo'ladi. Ichida 30 ta bo'ladi. Misol uchun yurak, qon tomirlarini yaxshilashga ham mana DH vitaminimiz juda ham foydali. Zakaz berish uchun nomerni qoldiraman, narxini ham pastda yozib